ishlaringiz yurishmagan deyin, omadsiz bo'lgan deyin, hamma eshiklar beklangan deyin, bo'lib yuribmi? Demak, buni davosi birgina nafs. Nafsingiz xohlagan narsalar sizni omadsizlikka olib boradi. Nafsingiz xohlamagan ishlarni qilish sizni muvaffaqiyatga, omada olib boradi. Omadli bo'lishingizga olib keladi. Buning uchun ishlatish kerak. Nechun unday bo'ladi? Nafsa azonda 4 ta 5 ta turish nafsa yoqmaydi, lekin bu sizni yuksaltiradi. Yugurasiz, bu yoqmaydi nafsingizga. Keyin kitob o'qish kerak, bu yoqmaydi nafsingizga, lekin bu ham rivojlantiradi, omadga erishtiradi sizni. Yugurish ham, dongda erta turish, dongda 4 ta 5 ta turish ham sizni muvaffaqiyatga erishtiradi. Nafsingizga esa u narsalar yoqmaydi. Nafsingizga yoqadigan ishlar cho'ktiradi. Nafsga yoqmaydigan ishlar yuksaltiradi. Batafsil ma'lumotlarni ekranda nomerlarini qo'yamiz. Keyin blogerlik kurslarimiz ham mavjud. Bu to'g'risida kurslarimiz bor. Bemalol ekranda o nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Siz e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.